Anabolik steroidlar jinsiy zaiflikka va bepushtlikka sabab bo'ladimi? Hozirgi kunda xalqimiz tilida ximiya yoki testosteron deb mashhur bo'lgan anabolik steroidlar erkaklarda yosh o'tishi bilan kuzatiladigan testosteron gormonining miqdori pasayishi, jinsiy zaiflik va libido tushishida gormonal zamestительная terapiya sifatida qo'llaniladi. Hozirgi kunda 18 va 30 yosh atrofidagi yigitlar orasida qo'llanilayotgan testosteronning har qanday turdagi efiri odamda o'zining собственный androgen gormonlarini sintezini ingibillaydi va spermatogenezda bloklaydi. 1 oy 2 oy davomida kursda yurgan erkak o'zini qahramondek his qiladi. Anabolizm kuchayadi, mishni massa oshadi, emotsional stabillashadi, o'ziga uverenность kuchayadi, har taraflama kuchli bo'ladi. Lekin kursdan keyin uni kuchli stress va depressiya qarshi oladi. Impotensiya, erektil disfunksiya va besplodiyaning eng og'ir turi azospermiyagacha olib borishi mumkin. Va biz hali yurak, buyrak va jigarlarga bo'lgan zararli ta'sirini gapirib o'tmadik. Agar sizda shu kabi nojo'ya ta'sirlar kuzatilishini xohlamasangiz, biron nimani qabul qilishdan oldin bu sohada bilimi bor mutaxassis bilan maslahatlashing.